it tekkanga tegmaydi. Kutdim hozir kelsa buniyam ayiraman deb. Yo'q kelmadi. Ali keldi lekin bo'riyam bitta kirdi-da chiqib ketdi. Keyin bo'rini nimasi adminlar bor edi. Ladami, padami o'sha kirdi-yu chiqib ketdi. Hamma o'sha yerga kiryapti-da, bilmayman nima bo'pti uni efirida. Keyin donatorlar masxara qilib yozishyapti. Nega o'qimaydi deb. Keyin muzikani o'chirdi. O'qishni bilmayman dedi. Nagli o'qishni bilmayman dedi. Hamma baravarga kirvorsa bo'ladimi? Anasini emsin 5 ta cho'p tashlab chiqdim. Rozi emasman cho'pimga. Lekin maza qilib keldim. Ali ko'rmasa bo'lmaydi unaqalarni-da. Rosa kompot ekan-u. O'rtoqlar, shunaqa gaplar xullas. Bundan keyin yo'qolib qolgan odamlarni kimnidir efirda topolmay qolsangizlar, ko'rmay qolsangizlar, o'shani efirga kirib, bo'yniga ip solib tortib chiqasizlar. Chiqbaqa yur, itvachcha deb. Onalarni emsin. Rostdan deyman, misol uchun yangi ведущий bo'lganman. Bo'lganman. Yangi ochganimda ham kim bor edi? Men begona ochgan paytim. Madamdan so'ranglar, madam Rasaynada men aldayotgan bo'lsam u aytadi. Araz bulut bor. Meni to boshidan birinchi kundan to hozirgi kungacha kuzatadi. Efirlarimda bor o'sha odamim. Boz kurs bor, Ramazon aka bor, o'sha bor. Boshidan oxirigacha kuzatib keladi. O'shadan so'rasam aytadi. Men yangi ведущий bo'lgan paytim ham kimdir menga negativ yozsa, vignet qilishni bilmasdim u paytda. Efirni o'chirib chiqib ketardim. Efir qilmasdim keyin. Yarim soat, 1 soat keyin efir qilardim. Bilmayman, negativ yozsalar xafa bo'lardim. Nega negativ yozishyapti menga deb. Keyin madam efir oching, soat to'ldiring. Starlaringizni yoqing, negativlarni mana bunaqa qilib o'chirsa bo'ladi deb o'rgatgandan keyin o'shanga qarab o'chirishni boshlaganman. Серьезно kulmang. U paytda ham lekin unaqa qilib o'ynab, arabeska kiyimlarda yarim yalang'och nima qilmaganman. Серьезно qilmaganman. Bilmasdim hamda. Yo'q, o'zi yaxshi ketyapti, lekin ishib ketishi bo'lsa bormi, begona qo'lga oladi u. Hozircha gapirmasdan vignetda, hozir gapirmasdan vignet qilaman. Hozir shatta vignet qiladigan bo'lganman. Уже maqtanib ham qo'yaman. Blogimda chorniyimda 7000 tadan ziyod odam bor. 7000 tadan odam chorniyda. Serquyosh aytyapti. U paytda hech kim chorni qilishni bilmasdim. Yanvarda ochganim uchun qish kunlari edi. O'qishda bo'lardim. O'qishdan chiqqandan keyin uyga kelib efir qilardim. Shu yerda keyin 1 soatmi, yarim soatmi shunaqa qilardim. Kun qisqa bo'ladi-yu u paytda. Kechda umuman efir qilmasdim. Qilsam ham 1-2 marta qilib keyin efirda o'tirmasdim. Bunaqa soatlab o'tirgan vaqtim bo'lmaganda, negadir bilmayman. Bitta viloyatni blok qilib yuboribsiz-da. Bitta viloyatni blok qildim. Men blok qilishni bilmasdim. Keyin madam menga vignet qilishni, ruchka olishni, chorniy qilishni o'rgatdi. O'shandan keyin bosdim gazini takansam mana sanlarga deb. Xudo. Battle'ga qanaqa odam tortishni bilmaganman men nima paytida. Yo'q, ведущий o'shanaqa yaxshi bo'larkan. O'ynabchi, o'ziga o'zi nima odamlarni o'ziga jalb qilyapti, to'g'ri, lekin nagli ustidan kulib ketishyapti. Серьезно. Kulib ketishyapti. Misol uchun kiyimingizga o'ynayotgan o'yiningiz mos kelishi kerak-da.
arabesk kiyimda bo'lib, misol uchun, eee, xalq og'zaki ijodlariga yoki bo'lmasam salki suvoraga o'ynamaysizku, to'g'rimi? Admin aytsa bo'lmasmikan shuni? Adminiyam qiz bola ekan lekin. Aytish kerak edi biroz. Maftun unaqa qilma, bunaqa deb. Lekin donatorlarni voshcha o'ziga tortyapti-yu. Shu narsasi bilan ham tortayotgan bo'lsa kerak. Bunaqa vidoshi bo'lgandan bo'lmagan yaxshi emasmi? Hammaga kulgu bo'lguncha-da, xuddi shunaqa. Efirni o'chiraman, brat, keyinroq. Zaryadim yo'q, efirni o'chirajak bu turgan vaqtim keldi. Keyingi safar. Xullas hech narsani ayting deb o'tirganim, lekin aytdim ham, lekin men shu qizni efirga kirgandan bari настроением 150 ga tiklanib ketdi. Hey xudo dedim. Rostdan yo'qolgan odamlarni kimda kim yo'qotgan bo'lsa, o'sha efirga kiraman, tortib chiqaman. Nikoni ichida ko'rsam yirtaman, to'g'ri aytib qo'ying, Niko. Omad, Niko, keyin yana kim yaqinlarimni o'sha yerdan topsam yirtaman, to'g'ri. Ertaga bir eslab kelay. Bari. Lekin efirdan chiqolmay qolasiz uni likillab o'ynashni. Men unaqa qilib 10 kun tayyorlansam ham o'ynamasam kerak. O'qishga bormasdan 10 kun mashq qilsam ham u ishni qilolmayman. Xudo. Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Azab yuzim qo'yish qilib bilinmam. Uxlab yotmadim o'zim. Keyin telefon keldi, turdim. Nikoga ham aydisini bering. Yo'q, ketingiz qilsang. Nikoga qilay, aydisini berib bo'lmaydi. Keyin telefon keldi, turdim, gaplashdim. Birdan uxlayapman dedim. Telefonni qo'ydim. Uxlasim kelmadi, nechikdir o'zi. Keyin profillarni tekshirdi. Maykalma yo'qimda nima bo'libdi deb kirib shunday tekshirib turdim. Valli o'zingiz aslang, o'chirsangiz efirni. Xo'p. Niko yomonmi? Niko xabar bo'lmaydi. Nikoni kallasini aylantirib olish mumkin. Jallab. Keyin shunday bir efirlar aylanib turadi. Hech kim yudishilar yo'q, efir ochmayapti. Nechun donatorlar yo'q. Hatto menga bir cho'plashib turadi. Donator emasdan bir odam ma'qul, men постоянно bir cho'plashib turadi efirga kirib. O'sha odam ham yo'qdan. Hayron bo'ldim. Bego'da bir ma'rakami, azab-azabmi, birov o'lib qolibmi deb o'ylab, hamma efirlar